Janob Zuckerbergning ulushi kamaydimi? Yo'q, Xo'sh, janob Moskvitsniki-chi? umuman kamaymagan. Unda Shon Parkerniki qanchaga kamaydi? Kamaygani yo'q. Unda Peter Thielniki kamaygandir. Aslo. Xo'sh, unda sizning ulushingiz qay tarzda kamaygan? 0.3% ga tushib ketdi. Sen qog'ozlarni imzoladingmi? Meni-chi uchirdingmi? Sen meni noto'g'ri shartnoma imzolaganlikda ayblayapsanmi? Xuddi meni Facebook aloqam yo'qdek. Sen rostdan Facebookka aloqador emassan. Meni ismim asoschilar ro'yxatida. Qayta tekshirib Sen, bariga sen sababchisan. Sen tovuq haqida mashmashani boshlading. Unisiga meni Facebook asoschilar qatoriga qo'shganiga chiday olmagansan. Axir bu rost. Advokatlarni tayyorla. Chunki endi sendan 30% ni emas, butun kompaniyani olib qo'yaman. Hali ko'rasan. Men do'sting edim.